Kim tepken top bu? Ha? Yeni bir soray. Kim tepken top bu deymen? Yeni siz mi? Ha? Cinşa o değil. Şadi, yeni keçkip kap sizde. Müdür. Bu top ne? Siz tepkensiz? Ha? Menemen. Bəxt koçisi 31. numar qayada. O tarafta. Burulsuğuzlu barısız. Bəxt koçisi 31. numar tutmağıyıq. Müdür apamda da bilen körüşme içkende asta. Tamdaki izlerini yok atmışsan kayıtışın ruhsat yok. Bu ayak izini demsiz buludu. Yok. Bütün tamını kayıtını akatıp çık. Berip atanan bilen körüşme. Yok. Onda kımma. Neme degen korkunçlar. Bizning oy bertiyim qilganda. To'g'ri cho'qim shundoq. U kechikib qoldi. İmtihanda köçirdi. Oğlumның mülkiga buzg'unchilik qildi. Yani tehi tünügün dersten qaytib. Endi unda qilmayman. Endi pushayman qilgandan foydasi yo'q. Yo'q, darhol uyga berib tayyorlik qilay. Apa bugun havo bek yaxshi ekan, sirtqa chiqib aylanib kelaylik-chi. Ma'qulmi? Her qatim sirtqa chiqayli deysanglar. Cho'qim bir shpalqini bilamiz. Yana nima ish terding? Rostonida. O'rta Sharq rayonining vaziyati keskinlashdi. Mutaxassislarning aytishicha, pat arada urush portlaydigandek qiladi. Hech nima ishmaydi mudiri bugun. Yolg'iz Aral talla bozori mollarining bahosini tushirgachga, bas-basta mol setib olish qizg'inlik. Yolg'iz Aral talla bozor mollarining bahosini tushiribdi-da, menga hech kim demabdi-ku, berib kelay. Na, degina mudiringlar nim qiladi ekan? Yaponiyalik cho'pon Okawa degan aerodromga yetib keldi. Necha minglagan masanalar aerodromga qarshi oldi. Dada, sen davomli so'ravergin-a, men chiqib ketdim. Nima qilg'ili keladi ekan?
bilan ko'rishidi ekan. Hozir Beijing vaqti soat 10 bo'ldi. 10 bo'pti-ku. Chiqib 3 oy qerin satay. Kechikib qolsam o'rnimni boshqalar egilib oladi. Chopsam bo'lay. Hammasi chiqib ketdi. Endi mudir kesim hech kim yo'q. Savaşdaşçın Şadi, mən atanızı izlep geldim. Nemişqa? Tünügünkü heliqi iş üçün. O işini atanızga demesem bo'lmadi. Mudir, çoğlamay chiqib ketgan. Ha, sirtqi chiqib ketdim ha. Əmsi mən chiqib izlep baqay. İzlep baqay deydi bu. Yo'q. Üç ay qerin, təmlik 3 ay qerin. Qəni tetib yaxınlar. Təmlik 3 ay qerin. Tetib yaxınlar. 3 ay qerin, 3 ay qerin. Dada bu yerda sotmasam bo'pti ekan. Nimişqa? Bu yerda odam ko'p emaskan, soda bo'lmasmikin. Talashmanglar. Managa birdamda setib oldim. Shavdi qinido. O nimanda tushuniksiz ishlarni qilib yuraydiganda. Oy, bu Shavdining maktabidagi limudirg'a teshlikmi? Chin efendi, teşlikmi? Sizni izlep atatdım. Şadi, siz mi gapsizda? Şadi, yaxshi turdingizmi? Mudir qo'limga dasib oldingiz. Kechiring. Oy, Shavdi, mudir, meni bir ish bilan izlaganmidingiz? Shundoq. Mushu topning ishitdi. Shahar boshqarishning demsiz? To'g'ri, shahar boshqarishning. Shahar boshqarishning. Chataq bo'ldi, mudir, men mangdim. Sizga Shavdining gapini demoqchi edim. To'g'ri, ismim Chingwa. Shundoq, istiqboldagi kichim, muzeydagi gua. Nima? Xato urib qo'yibdimi? Xato urib qo'yibman demsiz? Mudir rastlamış edi, opamni saqlamsiz? Albatta, tünügünkü ishni ota-onangizga demasam bo'lmaydi. Unda qilmang mudir. Nemishqa? Mudir, men sizga bu yerda saqlamayli degandim-ku. Uning ustiga opam bu do'konga kelmaydi qilib tursa. Nemishqa bo'ldi demaysiz? Qochay. Acha. Shavdi, darhol uni qovla, tez bo'l. To'xta! O'g'ri! To'xta! O'g'ri, qochmoqchimiding sen? Chin Shavdi, u sizning ochingizmi? Yaxshi bo'ldi. Men Shavdi o'qiydigan maktabning mudiri. Okava efendining bo'ldingiz, ko'zingizni ichib Okava efendi. Ko'zingizni ichib Okava efendi. Acham uningga pek amrak. Ko'zingizni ichib. Amsi uni nemishqa qo'g'laysiz? Men uningga imzo qo'ydirib olay degan. Okava efendi, ko'zingizni ichib. Mudir, ko'zingizni ichib, mudir. Qaraganda ota-onangiz hozircha kelmaydigandek qiladi. Ular bilan boshqa kuni paranglashay. Men mangdim. Nimadan qutulib qoldi? Ishnimadan apa, ajib baldir qaytib kelsan-ku. Kelmisan tamoqni kim yetadi? Pulani ala. Voyjon! Qutulinglar! Voyjon! Mudirkan-ku. Oy, avaylang. Mening qizchpaqlarim birni bo'lmasin. Chin xonim, bugun sizni muhim bir ish bilan izlab kelgandim. Shavdi maktabda yana ish terdimi? Ish terdi deyishga bo'lmaydi. Mush topning ishi. Shavdi mush topni tepib meni qutqizib oldi. Shavdi, rahmat sizga. Haliqi kundagi ishni o'ylasam, hozirmi qo'rqib ketaman. Ko'zayni kim qiyinadi?
ko'zoynigimni tushib ketgandi. Elimi yaxshi bu futbol meni qutqizib oldi. Bu topni kim tepdi? Ha? Elimi yaxshi Şavdi topni tepibdi-kan. Asli mundaq kenda. To'g'ri, shunga alaydan ota-onangiz bilan ko'rishib rahmat aytgili keldim. Mushundaq yaxshi qizni tarbiyalaganingizga ko'p rahmat. Şavdi jonimni qutqizib oldi. Shundaqmi? Xatolashib qolmagansiz, bizning Shavdi odatda yaxshi ishni ancha ko'p qilmaydi. Xatolashmadim. Rahmat sizga Şavdi. Haras, topingizni qaytarib beray. Mushu topning sababidan bir kun qo'rqib yurdim desa. Bu kimning qilgan ishi? Mudir!可是我并没有半点自卑，天黑后地上是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐。